إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Barcha maqtovlardan Allah subhanahu va ta'alaga gina tegishli. Biz ona g'ana maqtaymiz, ondan g'ana yordam so'raymiz, ondan g'ana yardiqovni yolvoramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning nosharidan Allah subhanahu va ta'alaga gina sığınamiz. Kimni Allah Taala to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech bir kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, uni hech bir kim to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Shohidlik beraman, Allohdan boshqa hech bir iloh ibadat qilinadigan, tobinadigan zot yo'q. Yolg'iz u, uning tengdoshi yo'q. Ham shohidlik beraman Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli ham elchisi. Ona uning ahli bayt yaqinlarına, sahabalarına, tabiinlarga ham Allohning yo'lini davom etuvchi barcha mu'min musulmonlarga Allohning rahmati ham mag'firati bo'lsaydi. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Alloh taolo mu'minlarga murojaat etib aytadi: "Ey iymon keltiruvchilar, sizga farz qilingan namozlaringizni saqlaysiz. Ya'ni ularni vaqtida o'tagiz, yerga yetkirib o'tagiz" deb Alloh taolo mu'minlarga murojaat etadi. Ham aytadi: "Was-salatil wusta." Xususan o'rta namozni, ya'ni ikindi namozini ig'tibor berigiz. Ham namoz o'qiganda Alloh tomonidan qo'rqib, namozda tubanchilik bilan turig'iz deb Alloh taolo aytadi. Namoz islom dinining La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degandan so'ng, shahodat keltirgandan so'ng turgan ikkinchi ulug' bag'anasi, islomning tiragi bo'lib turadi. Ham musulmonlarni boshqalardan ayira turgan belgi bo'lib turadi. Qiyomat kunida birinchi bo'lib kishidan namoz turida so'ralashadi. Agar endi u namozin yaxshi etib yerga yetkirib o'tagan bo'lsa, u o'ngishga erishadi. Agar endi u namoz o'qimagan bo'lsa yoki ona kimchiliklar kiritgan bo'lsa, vaqtida o'qimisha yoki boshqa narsalar kiritsa, undan kimchilik keltirsa, u kishi bek ko'p narsa yo'qotashab, ham noshar holda qolashab. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Khamsu salawatin katabahunallohu alal ibad. فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: Allah Teala o'zining qullarına 5 vaqt namozni farz qildi. Kimdi onu o'tadi, ona ixtiborsizlik ko'rsatmadi, ya'ni uning haqin o'tadimi, kimchiliklar ketmadi, unday kishiga Alloh taolo jannatga kirituvni va'da etadi. Kimdi onu o'tamadi, namozni, ya'ni namoz o'qimadi, bo'lsin u yolg'onlik sababli yoki boshqa sababli, unday kishiga unday va'da yo'q. Agar Alloh taolo tilasa ona g'azabli, agar tilasa ona jannatga kiritadigan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vaqtida ikki kishi bo'lgan. Onun birisi sotuvchi bo'lgan, ikkinchisi temirchi bo'lgan. Ham o'sha ikki kishi namozga azon eshitgach, bütün ishlarini qoldirib, Payg'ambarimizning sollallohu alayhi vasallamning masjidini oshiqqanlar. Sotuvchi
azan aytila boshlagach, qo'lida o'lchovi bo'lsa, shunda uni qoldirib namozga yo'nalgan. Shulay uq temirchisi de qo'lida shu kishin ko'targan bo'lsa-da, uni qoldirib namozga oshiqqan. Ham Alloh taolo ularni maqtab shunday oyatlar indirgan. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Allah Teala barda şunday kişiler, şunday irler, onlarını savda, alış-veriş, Allah Teala'nı zikir etüden, namaz okudan, zekat төлewden meşgul etmeyin. Onlar ko'ngillar ham ko'zlar titragan qiyomat kunining qotilligidan qo'rqalar deb Alloh taolo shunday oyat indirgan. Ya'ni bu oyatda namozlarin vaqtida o'quvchilarni endi ishlari bo'luvina qaramasha namozga yo'nalishlarini Alloh taolo maqtay. Ham har bir kishi agar namoz vaqti yetsa, endi namozin o'tasa vaqtida şu maqtov ostına kirashak. Çünkü bu kişiler namazların o'z vaqtida namazga chaqirilgach o'qiganlar. Ham Alloh taolo onday kishilarni maqtagan. Jabir radhiyallohu anhu söylegan, bir vaqt tunna Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan to'lgan oyga qarab o'tiraylik dedi. Ham shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, bu ay yoqtilig'ida bir-birimizni ko'rgan gibi qiyomat kunida jannatda Robbimizni ko'rashakmiz dedi. Ham shulay bo'lgach, bütün tirishligimizni quyosh chiqqanda, ham quyosh botganda bo'lgan namozlarimizni o'tavga qo'yig'iz degan. Ham tubandagi oyatni o'qigan. Wasabbih bihamdi robbika qabla tulu'ish shamsi wa qabla ghurubiha ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Allah Teala ayta, ham Robbingni maqtab tasbihlar aytib namoz o'qi, quyosh shug'udan ilk, ya'ni ertangi namozni, ham quyosh botudan ilk, ya'ni oqshom namozin, va min ana'il layl, ham tungi kechki namozlarni de, yastu oqshom namozlarini de, ham kun davomida, ya'ni ikindi namozin o'qidi. Shoyat Alloh taoladan rozi bo'lursan. Ya'ni Alloh taolo bergan ajrlardan, ne'matlardan rozi bo'lursan deb Alloh taolo shu oyatda aytadi. Ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'ribizcha Allah Teala'nın ko'rining sharti etib qo'yar, shu farz namozlarni o'tov. Ya'ni eng birinchi shiratda farz namozlar o'talirga tegish. Shunga ko'ra da ona istiborni berishga kerak, kimchiliklar kiritmasga kerak. Ona salqin qaramasga kerak. Namozlarni vaqtida o'qib borishga kerak. Agar da kishi onu qoldirsa, ya'ni bir minida sababsiz vaqtidan kechiktirib o'qiy boshlasa, turli kimchiliklar kiritsa, ya'ni yolqovlana boshlasa namozga bosirga, onday kishida munofiqlar sifatlari ko'rina boshlayashar. Ham endi munofiqlar namozlarga bosganda yolqovlanib, tilamishagina kishilar ko'rsingina deb bosalar. Alloh taolo aytgan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah taolo aytadi, munofiqlar Allohni aldiymiz deb o'ylaylar. Allah ise onlarni dunyoda hidoyatdan, oxiratda jannatdan mahrum etib aldovchidir. Agar munofiqlar namozga tursalar, yolqovlanib, kishi ko'rsingina deb turalar, ham Allohni bik az
zikr italar deb Alloh taolo aytadi. Yani har bir kishiga mana shunday sifatlardan, ya'ni namozga kimchilik kiritib, namozga yalqovlanib bosuvdan saqlanirga kerak. Chunki bu o'sha munofiqlar sifatidan, endi munofiqlik sifatidan, umuman munofiq bo'luvdan jannat bilan shodlantiruvchi sahobalar da qo'rqqanlar. Hatta endi Umar radhiyallohu anhu o'zi uchun qo'rqqan. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining bir sahobasine munofiqlarning ismligini bergach, aytgach, Umar radhiyallohu anhu borib so'ray, men bu ismlikda yo'qmi deb. Yani sahobalar cennet bilan shodlantirilgan, isan bo'lgan vaqtda cennet bilan shodlantiruvchi sahobalar, ular munofiq bo'lgan qo'rqqanlar. Shuna ko'ra bizga endi saqlanirga kerak, onday sifatlardan yiroq bo'lirga kerak. Chunki munofiq bo'lsa kishi, onun o'rni jahannamning eng ostki qotida bo'lashar. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar va lan tajida lahum nasira." Durustlikda munofiqlarning o'rni jahannamning eng ostki qotida. Ham sen ularga yordamchi topa olmassan degan. Shuna ko'ra bizga endi bu sifatlardan yiroq bo'lirga kerak. Kishini mollari ham bolalari Alloh taolani zikr etuvdan, ona bo'ysunuvdan, namoz o'quvdan toypildirar ekan, onday kishilar oxiratda g'azablanuvchidir. Hasratda bo'lishlardir. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la auladukum an zikrillah." وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ey iman keltiruvchilar, sizni mollarınız ham bolalarınız Alloh taolani zikr etuvdan aldamasınlar. Yani namazdan to'xtatmasınlar, Qur'on bilan amal qiluvdan g'ofil qilmasinlar. Agar bu ishni birov qilsa, ya'ni mollari ham bolalari onu imondan, dindan, namozdan yiroq aytsa, onday kishilarga oxiratda g'azab bo'lar, ular hasratlanuvchilar bo'lurlar deb Alloh taolo aytgan. Kimning endi mana shu moli, zo'r darajasi, hakimiyati, savdasi, biznesi deb aytganmi, namoz o'quvdan mashg'ul ekan, onday kishilar Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay ibn Xalaflar kabi bo'lashaq, ular bilan birga jilashaq. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "Men hafiza aleyha kanat lahu nuran ve burhanan ve najaten yevmel kıyameh. Ve men lem yuhafiz aleyha lem yekun lahu nurun ve la burhanun ve la najatun ve kana yevmel kıyameti ma'a Qarun ve Fir'aun ve Haman ve Ubay ibn Xalaf." Kimdi onu saqlasa, yani namazların vaqtında o'qisa, kimchilik kiritmasa, onday kishiga nur bo'lashaq deydi. Yani kishining aytik namozi nurlantirashaq qiyomat kunida. Ham ona dalil, yani kishini yoqlovchi, kishi musulmon ekani, mu'min ekanina dalil bo'lashaq shu namozi. Ham ona quturuv bo'lashaq. Kimdi onu saqlamasa, yani namazın o'tamasa, namoz qilmasa, onday nur da bo'lmayashaq, dalil da bo'lmayashaq, ham quturuv da bo'lmayashaq degan. Ham qiyomat kunida Qarun, Fir'aun, Haman ham Ubay ibn Xalaflar kabi bo'lashaq degan. Yani ular bilan birga bo'lashaq degan. Agarda endi kishini mana shu moli, darajasi, hakimiyati, savdasi namozdan mashg'ul ekan, u endi mana shu kishilarga o'xshagan bo'ladi. Chunki mana shu kishilar Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay ibn Xalaf, ularni darajalari, boyliqlari Alloh taolaga ibodat qiluvdan yiroq aytdi. Yani kishi agar namozni qoldirsa, shular kabi bo'lashaq, yani Alloh taoladan yiroq aytuvchi sabab, yani shu mollari, aytik ishlari, hakimiyatlari bo'lashaq. Shuna ko'ra ondaylardan bo'luvdan saqlanirga kerak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem boshqa bir hadisida aytgan: kimdi namozini vaqtidan so'nga qoldirsa,
гаиләсен һәм малын югалткан кебек булачак дигән. Аллаһ Тәала барчаларыбызга да намазларыбызны вакытында үтәп, кимчелекләрдән саклап, үтәргә насыйп итсә иде, кирәкле файдалы гыйлемнәр алып, шушы гыйлемнәр белән гамәл кылырга насыйп кылса иде. Ва aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim al-jawadul karim as-sami'ud du'a. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وارفع راية الإسلام فوق كل شعار ووفق ولاة الأمور إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقيموا الصلاة.